8-martga nima sovg'a qilasiz? Qilasiz, nima sovg'a qilasiz? Gullar kerak ko'p menga, pullar kerak ko'p menga. Sovg'a qachon berasiz? Nima sovg'a qilasiz? Paypoq olib beraymi ay, yo zambari o'qimi? Ko'p narsani qoqlaysani, qorasimi, oqimi? Bir yilda bir marta kelar, o'zi 8-mart. Sovg'a berish qiyinmi? Shu ham bo'ldi sizga dar. Xo'p, nima sovg'a bering? Bitta qora gelik. Bitta qora gelik. Gelikni ko'rganmisan? Senga uvol velik. Turing keting alvido, odam bo'lmas ekansiz. 8-martga sovg'a bermas ekansiz. Shunaqa ham pas bo'ladimi odam degan? G'alati. Voshshi g'alati. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kelayotgan 8-mart bilan xotin-qizlarimizni chin qalbimiz bilan tabriklaymiz. Joninglar sog' bo'lsin, hammanglarni yaxshi ko'ramiz.